sages there with much wisdom to share. Every Lord, young and just, knows that to win they must work together with goodwill and trust. Oh, good meeting, walking together, true seed of friendship forever. Strong, mighty laws of nature, preparing a new future. Good meeting, always together, becoming heroes forever. For warriors so courageous, good meeting, laws of nature. Good meeting, good meeting, good meeting, good meeting. Sen nemida beyadil turmay hujum qilib yuraysan? Sen diqqat qilmay qapsan. Mening bir jib qantim bor. Men uçishni yoqtiraman. Hiliqilov odamlar uchamaydi. Bo'pti, bu qatim sening omading kelgan bo'lsin. Rokes, biz mashq qilganda haqiqiy lava garmiti uchirdiq deb his qilib turib mashq qilishimiz kerak. Men sana deb qo'yay, sepimizda qanotning bo'lishi bir maxfiy quroldan derak beradi. Tushundingmi? Sen chidmaslik qilyapsan. Bizning vazifani tamomlaydigan faqat birli fursatimiz bor. Danishmand bizga umidini bog'ladi. Biz yana bir sinab boqayli. Meni qo'yvat. Sening maxfiy quroling mushunchilik ekan-ku. Diqqat qil. Dal vaqtda chatga olding. Ferno, bizning mashq qilayotganimizni his qilamidingmi? Biz mashq qilyapmiz. Men bu mashq qilyapman. Nimani mashq qilyapsan? Oftob sunishni mashq qilyapsansan? Sizlar bakla jiddiyleşib ketdinglarmi qanda? Sizlar ko'lga berib sovuq cho'milib aramasanglar bo'ladi. Keyingi vazifamiz bekla muhim. Hammamiz puxta tayyorlik qilishimiz kerak. Bo'libmi sen? Shunsanmi biz bilan mashq qilishing kerak, Ferno. Kurash qilish birdan bir yo'l emas, Agram. Arlab to'xtab, gullardanmi huzurlanish lozim. Haqiqiy Geormo hukmroni bo'lish uchun tabiat bilan bo'lgan aloqani saqlashing texmi muhim. Shuningdek o'zimizning iqtidorini yetildirdiganga foydali. Bu gullar Makarni mag'lub qilolmaydi. Agar Makar yig'ib qolsa, tabiatga hech narsa mavjud bo'lmaydi. Gapimni angla, Ferno. Geormo tishi turli iqtidorlarga ega. Biz texi to'liq tushunib bo'lmaydi. Bu mashqlar bizning uni texmi yaxshi tushunishimizga foydali. Shundalar biz texmi kuchlanalaymiz. Kuchlanish faqat birli jihati ifodalanmaydi. Geormo teshiga haddidan ziyoda tayinib olish bizda boshqa narsalar bo'lgan to'lishimizni ojizlashtirdi. O'ylab beqinglar. Azoda holatda suv uzishmi bir iqtidorg'u, ha? O Geormo teshini xalqancha qo'yib qo'ydi. O bakla yo'lsizlik qildi. Geormo teshi yanli qo'zg'alish oltida ekan. Geormo teshni bundaqla istirab qolsa bo'lmaydi. Biz yanıla amaliyotchi bo'laylik. Mani malla ikki Geormo teshini ishlatalayman. Sen rostila oljibsan. Faqat malla ikkinchi Geormo teshiga loyiq bo'ldingmi? Bu taşni men ilishim kerak. Makar seni yo'ldab seni kashitama qo'rdi ko'p qilyotdi. Mani mali loyiqatli hukmron. Hamoqatlar, sizlar iqtidoringlarni qo'llaymagan chiltib, o'zinglarni beshig'i chiqadigan bo'ldinglar. Meningcha bo'lganda amdish chataq bo'ldigan bo'ldi. Men kuchimni urg'itib, sizlarni yo'qotmoqchi edim. Qirg'uvchi o't. Agar Makar Fernoning Geormo teshiga erishib qolsa, bu bir qimlashmagan ish bo'ladi. Jinim teynimdali bo'ladi ekan, Makarni maqsadiga yetkazmayman.
bu bir jang e'lon qilishmi? Qiynamiz kelisha. Mana qaranglar, qanot bizning maxfiy qurolimiz. Seni bu arzimas qaramitang ma'bakli kulkilik tuyuldi. Bu tash endi mening. Ay! To'xta! Hay, bo'ldimi mana? Hamma sening xatoliging Akram. Agar sen toshni tashlab etmagan bo'lsang, men bu talishib yurmaydi. Agar tasraf qo'limdan bulat elib olmagan bo'lsa, menmi? Hey! Meningni ranjimoqchi bo'lsam, amisa tayoq yeyishga tayyor bo'l. Zoti nemish bo'lib ketdi? Biz bu Akram seni germo teshig'ini makirga tartqizib qo'ydi. ish bundoq emas, Rokes. Ma'lum nuqta aytganda dal mushundaq. To'xtanglar, chaqchaq qilmayotgansizlar, ha? Michael rostla mening teshimni ilib oldi. Amaliyotda Sevin ilib oldi, lekin sen nemishqa Geormo teshini qo'lingdan ilib etsan. Aha, rostla men qildimmi? Men ayni chaqda Bo'ldi qil Ferno. Mas'uliyatni surishtirish kelsa, buning hammasiga men sababchi. Mening xatoligim, uning bexatarligiga kafolat qilishim kerakdi. Nima? Men qaraysizlar-ku. Men hech nima qilmasam. Vo, mayna to'qi yurak. Og'zingni yom, narim maynatgan. Sen o'zing patqoq maxluq. Hay, bular yana boshladi-ku. Hava. Yaxshimsizlar, shahzodalar. Qoltisqo, men sizlarning o'zaro mashq qilganinglarni ko'rdim. Lekin vaqt bekli qiz. Voy, men teptinish o'rmonlikdan kelishim. Bir lava qutratqo'liq qilib, zimin ham o'rmon garmentlari orasida ziddiyat tug'dirdi. Sizlarning vazifanglar olayda suhbat yig'ini ichib, ularni tinch suhbatlashga yetaklash. Ular to'rt hukmronning tangli bu muhim suhbatga qatnashganligini ko'rib, garmentlar orasida tinchlikning mavjudligini tushunib qolsin. Danishman, biroq Qandoq Akram, sen bir narsadan ansirayotgan o'xshamamsan. men hech nimadan asirmadim, lekin bir ishni endi qilib aytganim tuzuk. Biz sana butkul Geormoga tinchlikning muhimligini bildiradigan payt keldi. Xotirjam bo'ling, danishman. Yaxshi, g'ayrat qilinglar sodiq jangchilar. Barliq kuchinglarni chiqarib, Geormoni qaytadan tinchlikka erishtiringlar. Bu qitim hargiz mag'lub bo'lmanglar. Sizlarga omad tilayman. Sizlar sarang bo'ldinglarmi? Sizlarga askarchilik xohlamaydim, ammo unutib qolmasin dedim. Ferno, hozir sen vazifaga qatnasha olmaysan. Sizlarning qanday o'ylaydiganliginglarni bilmadim. Men Geormo teshini qaytarib olaman. Mana shunday oddiy. Hey, aldirma Ferno, bizni saqlab tur. Bu mengishimiz bakla asta. Ma'qul ko'rsanglar, men uchay. Hey, Sen jazman ko'ngillik his qilasan. lava garmenti oldimizda. Men atrofda maxfiy yo'l borligini bilaman. Biz bir kirish yig'iz tepishimiz kerak. Amsi o'zgarmasak bo'lmag'idak. Zaman kuchini ko'rsat. Mortla ko'zayniki. Ton. Ton. Qayt uchrashganimdan to'liq xushalman do'stim. Ton. Bizga sening yordaming kerak. Lava do'ldi kirgan yo'lni teppaga. Ton. Ajba biz rastla Akramning o'zini ko'rsatishga yo'l qo'yamdiq. Hey, o'rmon kuchingni ko'rsat. O'zgar. Aresh kuchini ko'rsat. Murtla kuzayniki. Ton. Uni tepib, yaxshi qilding, Tantan. Kaynimizdirak mengishing kerak, Ferno. Biz ishimiz Sevinga taqobil turaylik. Amsa sizlarga omad tilayman. Chunki men sizlarni uni topolmam degan da'votiman. Nimalar deb yuriysan, Ferno? Biz lava do'ldiga yiqilishib bo'ldik. O'g'o shu. Lekin Sevinni topa olamsan yo'q, buni bir nima demakdasiz. Lekin sen qandoq bilading? Senda Geormo teshimi yo'q tursa. Suv kamligidan qaraganda dal shu-ya.
Menda hozir geormo tish yo'q. Shunga sizlar o'z kuchinglarni chiqaringlar. Menmi odatdagi kuchimni chiqardim, ha? O'zing sababli shundoq deganligingni bilatdim. Zadi qaysonlar bakrak oljidonlar. Qarag'anda sehri kech uningga ta'sir qilmabdi. Kuch, yana mushu so'z. O sening kuchingni ishiltib o'zining duoltini qurmoqchi. Undaqda u geormo tishni makrga topshiratmidi degan gap. Bizning yana fursatimiz bor. Fursatli bo'lsa raqobatga otlanaylik. Ansirmagan Ferno, biz geormo tishni chuqum qaytirib kelamiz. Ha. 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 Mehminimiz kaptida, ularni yaxshiroq kutib olaylik. Ay, toshmush. Ay, Dahshat quyuq. Shoh bilaklar. Yengilmas shohlar. Ay. Mo'shinchilikli karamton bakanda seven. Gepinga hezi bo'l tosh maxluq. Sen menadek o't hukmronning tavallikida. Namın xil qaltiskan ha? Moyam faqat bir badan qisitish. Ay. Uni bir o'yintib qo'ya olamsan. Bizga suv kerak. Ferno suvi bilan lavani sovutmasak, biz rasmda tukishimiz, ha? Kelisha ablaqlar. To'kis. Men uçamadım. Bu teki atalmış məxfi quralmıkan? Bu biz o'ylagandan bekrak vaqt o'tkazish bo'ldi. Qayna sakrab, yan xo'jayinlarni ko'lni uftinglar. Dunyodagi eng zo'r mavjudlik. Dunyodagi eng zo'r mavjudlik. Turib turinglar ko'pchilik. Men hozirlik qaytib kelaman. Jazman bira ish esiq kelib qoldi. Men mushunda qilishim kerak. G'ayrat qil, domla. Kechirgan, bunda usul bilan sizni uyg'otib aytdim. Menga yordam qilib, diqqatini tortib tur. Ha? Yaqindan buyon qandaqroq tursan? Biz qaytadan plan tuzib boqaylik. Ko'z shiqlaring yamankan, bilib turib so'ramsan. Bo'lmasa biz ragatkasini boqaylik. Albatta bu faqat bir fikr xolos. Sencha unum bo'ladimi? Nima? Men qaraysan qo'y. O'zing bor. Sen faqat sevining diqqatini bura olasan, men bu Osmon ablaqqa taqobil tura olayman. Men qilamayman. Bu o'zini o'limga tutib berganlik qo'y. To'limi ko'ngillikkan. Bu men qilgan eng ahmoqona bir ish bo'ldi. Bo'ldi qil. Sen buningda bu o'ta ahmoqona ish qilib boqqaningni o'zing bilasan. Xayr, xo'sh Agram. Men demakchi,
Sana amat yer bo'lsin. Ey, to'xtanglar. Meningcha sana bu kerak bo'ladi. Bir shumliqni sezyapman. Seningcha bu muvaffaqiyatli bo'ladimi? Meningcha cho'qim shundoq bo'ladi. Yaxshimisan Seven? Tosh bosgan. Belki ko'nglimni tushunasan. Kichkina bir tosh hukmron, kichkina tosh bosg'ini bilan men bilan yakka tutishmoqchi ekan. Qani kela. Sen yakka tutishish dedingmi? Bu zaten imiş. Ölüşten burun en ahır qitim kimni ko'rding? Sana bir ko'rsatib qo'yay. Deb baqa, zodi men boshqachimi yoki umi? Yo'limni to'sqanning hammasi o'limga loyiq. Men uzdab qolmayman. Tish yo'q ablaq oxir kelding. Yen xo'jayiningga salomga kelsan-da. Nima demoqchisan, ha? Kim o? Menmi? Qizliq gap bo'ldi-da bu. Lekin mening rostli gapim bor. Bu nima ish? Meningcha Ferno rostli sarang bo'pti. Ango, o'tshari, yen podshohligimiz Seven do'ltiga qadam tashlab qilganini qarshi olaman. Bu yatiqmi boshqacha bo'ladigan bo'ldi. Kelinglar, birodarlar, g'animatlardan bahramand bo'linglar. Sen bu geormat işini qanday qo'lga tushirding? Gapingga ezi bo'l o'tshari. Sening bu gaping menga yoqmadi. Mening qanday erishganligimni bilgan bo'lsa, bu aniqliq-ku. Men degan Seven. Sizlarning yangi hukmronlar, tez menga hurmat bildir. Qo'ytingning qanday bo'lganligini bilmadim, Seven. Lekin men bunga bakli qo'yir. Bu aniqli ish-ku. Kontrol qilish huquqim menda. Nima ish qilyapsan, Ferno? O'ltirib o'yin ko'rsangli bo'ldi. Sen bu kishini qanday ishlatmoqchisan? Ango aliylari sana ko'rsatib o'ssin. Meni qanday kuch ishlatadiganligimni ko'rib tur, o'tshari. Bu to'tamaqatni men bir taraf qilib o'tay. Diqqat qil. Sen xuddi bu tasang mansubdakli so'zlaysan-a? Biz haqiqiy xo'jayin emas, makr hukmron. Gapingga diqqat qil. Yo'q, Ango, sen gapingga diqqat qil. Ey, sen chupranda tez menga yukinishing kerak. Sana herkes yukunmayman Seven. Kuchdan beshing oyilinib qopti. Geormat ishini tez menga ber. Geormat ishi menga mansub. Sizlar oyog'imga bosh qo'yisizlar. Men degan tangdoqsiz hukmron. Bo'ylig'imga qarshi chiqishlarni ayab qo'ymayman. Sen o kuchga loyiq emas. Tez uni chiqar. Ya, tashni menga qaytirib ber. Men uni qanday bir taraf qilishni Biz bilaman. qo'lsanmaymi ular o'zaro qirg'in qilishyapti. Ular bizni unutib qilishdi. To'lim qiziq, esimga ba'zilar kelib qoldi desa. Sen bizni demoqchimi? Xeyli jiqishlag'ich deya olmayman. Ammo bundoq selishtirishga chidab bo'lamadim. Qanday bu mumkin bo'lsin? Biz ular qaraganda jiq yaxshi-ku. Tayyorlaninglar ko'pchilik. To'xta, shamoqatlar. Ular qochadigan bo'ldi. Agar sizlar kuchni ishni o'ylasanglar, ularning geormat ishini totuvinglar. Bu qaltis bilanning zodi qanday o'rinlashtirishlari bor? Angoning geormat ishini ololmaganda to'limi xotirjam bo'ldim. Elim yaxshi Seven uning diqqatini burayapti. Agar Ango kuchga erishmasa, biz aniqli yengolmaydik. Onun askishladigini zot qanday gap? Uningga ishonma, adaq, sana buyruq. Ularni o'ltirib. Dengiz hukmronning degani to'g'ri. Bu ishni o'zing qilishing kerak. Men sening odaming emas. Seni aşkın buluşuptun bilen sana buyruk kılıma. Köte undaq buyruqlarını bu taş mening bo'ldi.
Yağış zərbisi. Taş topla meydan uçuduğu vakti geldi. Deniz küçüğünü körset. Çatak oldu. Bu ya gömülüp çuduğu oldu. Qarğandı sevinin hükümranlığı ayaqlaşdı. Biz həmini ayaqlaşdırıb qoyaylı. Yok. Ben kalbi kılışım gerek. Murtlar közeyniga. Ferno, tez qaç. Bu yer nima ish qilib yuribsan? Men bir do'stimni chaqirib ataman. Senin azaplık nalağını anlığım ba. Bu nima bo'ldi? Rahmat sizlarga, dengiz podshohlari. Bəkli qaltırış bo'ldi. Mening sen o'zingga bir yo'l topdi. Sevenning tökpisi bor. O o'zini o'zi vayron qildi. Xuşallıktan oplanırak bir huzurlaylı. Kimmi bundaq bo'lishni o'ylagan? Terini oylap boğan. Hazır biz mi bildik? Bundan keyin bu narsani yuturib qo'ymaslikni menga askar tutib turinglar, ha? Fernoni təbrikləyəm. Biz əsli senin küçkü boğan göz qarashlarını zanglı qılmasaq bo'lardi. Men agramga seningda gumonlanmasliqim degan. Yana bir kun o'tdi. Demak, yangi bir kurash bizni saqlamoqda. Fernoni qutlaymiz. Ozroq so'z qilgim kelyapti. Bugun men baklab behut qildim. Chunki men toshni xohlagancha qo'yib, ko'pchilikni xatarlik ahvolda qo'ydim. Garchi oxirida qaytirib kelsak-mu, asli bunda qilmasam bo'ladi. Bundan keyin va'da beramanki, bugungi mashqinglarni muvaffaqiyatli bo'ldi deb qarayman. Mening sizlarni so'liga qatnashga tayyorlandinglar. O'rmon va zimin garmitlari sizlarga ishonch bog'ildi. Biz jazman bu ishni yaxshi hal qila olamiz. Wisdom to share. Eggum Lord, young and just, knows that to win they must work together.